Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan 4-sinf matematika darsligining 3-qismidan 79-mavzu bilan tanishib o'tamiz. To'g'ri va noto'g'ri kasrlar ekan bugungi mavzumiz. Ulush, butun, qism, surat, mahraj haqida gaplashar ekanmiz. Yondosh mavzu tezkor taomlar ekan. Tezkor taomlar nima? Tezkor taomlar bu tayyorlanishi va iste'mol qilinishi juda qisqa vaqt oladigan ovqatlanish bo'lib, ko'pincha oldindan yarim tayyor holatda ishlab chiqariladi yoki tez pishadi. Bularga nimalar kiradi tezkor taomlarga? Lavash, hot-dog, gamburger, keyin nima deydi? Kartoshka frilar, pitsa bo'laklar, pitsalar kiradi. Tez pishadigan lavashlar hammasi shu tezkor taomlarga kiradi. Tezkor taomlarning xususiyatlari haqida gaplashadigan bo'lsak, vaqtni tejaydi. Uzog'i 5-10 minutda tayyor bo'ladi taomlari. Mazasi kuchli, ko'p miqdorda tuz, yog' va ziravorlar ishlatiladi. Keyin uzoq saqlash uchun nima deydi, qadoqlangan bo'ladi. Uzoq saqlash uchun konservantlar qo'shiladi. Bu taomlarning kaloriyasi yuqori, ammo foydali vitamin va minerallar kam hisoblanadi. Tezkor taom bo'lganligi uchun, shu uchun uning salbiy tomonlari ham bor. Endi kam vitamini bor, kaloriyasi katta bo'lgani uchun ortiqcha vazn, semirishga olib kelishi mumkin bunday tezkor taomlar. Shuning uchun tezkor taomlardan ba'zan qulay bo'lsa-da, ba'zan olib tanovul qilish kerak. Doimiy ravishda iste'mol qilish tavsiya etilmaydi taomlarni. Sog'lom ovqatlanish uchun uyda tayyorlangan tabiiy va muvozanatli taomlarni tanlashni maqsadga muvofiq deb bilamiz. Bulardan ham iste'mol qilish kerak vaqti bilan. Endi birinchi misolga qaraydigan bo'lsak, biz oldin kasrlar, to'g'ri va noto'g'ri kasrlar haqida gaplashadigan bo'lsak, to'g'ri kasrlar surati mahrajidan kichkina bo'lsa, bu to'g'ri kasr deyiladi. Agar surati mahrajidan katta bo'lsa, bu noto'g'ri kasr deyiladi. Endi kasr o'zi bo'lish degan ma'noni, kasr chizig'i bo'lish degan ma'noni anglatadi. Surati mahrajiga teng bo'lgan kasrlar bor bizda. Bunday kasrlar aslida bitta butunni tashkil etadi. Endi masalan, mana bu ham bitta butunni. Mana birinchi misol, tug'ilgan kun uchun 3 quti turli xil pitsa olib kelindi. Pitsa qanday ulushlarga bo'lingan? Stolda har bir pitsa nechtadan ulushi bor debdi. Bunisini ham mana 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta, 6 dan 6, mana bitta butunga teng. Bu ham 6 ta ulushdan 6. Ham 6 ta qism 6. 6 ta bo'lakdan 6 ta ulush. Bular hammasi bittadan butunga teng bo'lyapti. Endi ikkinchisiga qaraydigan bo'lsak, stol ustida 2 ta patnisda pitsa bo'laklari bor. Har bir patnisda nechta ulush pitsa bor. Demak, 6 ta qismga bo'lingan ekan. Pastiga 6 qo'yamiz biza. Va bu 6, 7, 8, 9, 10 ta. Bu noto'g'ri kasr. Chunki surati mahrajidan katta bo'lyapti. Endi bunisiga 6 ta bo'lakka bo'lingan, mana ko'rishimiz mumkin. Shundan ikkitasi qolgan, ana bu to'g'ri kasr. Endi
Mana bu yerga qoida berib ketgan ekan. Surati mahrajdan kichik bo'lgan kasr to'g'ri kasr deb ataladi. To'g'ri kasr ko'rinishdagi ifodalangan qism birdan kichik bo'ladi. Har doim bo'lganimizda bu birdan kichik son kelib chiqadi, to'liqsiz son. Surati mahrajdan katta yoki unga teng bo'lgan kasr noto'g'ri kasr deb ataladi. Noto'g'ri kasr ko'rinishda ifodalanadigan qism birdan katta yoki unga teng bo'ladi. Mana 7/4 bu 7 ni 4 ga bo'lsak bitta ulush, bitta to'liq va ikkita 3/1, 3/4 da. Shunday mana bu endi bunisi 8/8 bu noto'g'ri kasr, bu chunki 1 ga teng bo'ladi. Noto'g'ri kasr endi mana bu 7 tadan 4 tasi desak, mana bunga bitta butun qismi bor, mana bitta butun va 3 ta to'liqsiz va 4 dan 1 qismi, 4 dan 3 qism desak ham bo'ladi. Mana buni aralash kasrlarga holi kelamiz. O'shanda buni ko'rib o'tsak bo'ladi. Oddiygina qilib tushuntiradigan bo'lsak, tepaga joylashgan surati har doim mahrajdan kichik bo'lsa, buni bir ovozda biz har doim qo'rqmay aytishimiz mumkin. Bular to'g'ri kasrlar. Agar surati mahrajidan katta yoki teng bo'lsa, bular noto'g'ri kasrga kiradi. Shunga ahamiyat qaratishimiz kerak. Har bir mevaga mos kasrni tanlang. Demak, mana bu bitta qism ekan. Mana bu to'liq 1 ga tengda. Bu 2 ni 2 ga bo'lganimiz 1 ga teng bo'ladi. Endi bunisi bitta butun va yana bitta bo'lak 4 dan 1 ulush ekan. Bu bunga teng bo'ladi. Bu esa 6 dan 1 qism. Mana bu kivini 4 ta qismga ajratilgan. Undan bitta butun va yana 4 dan 1 bo'lgani uchun mana bu 5 ta bo'ladi. Bu 4 ta qismi bor. Bu bilan 5 bo'lyapti. 4 A to'plamga berilgan ekan. 14/45, 5/3, 7/7, 3/3, 11/6, 7/123, 6/5 to'plamdan to'g'ri kasrlarni yozishimiz kerak ekan. Birinchi to'g'ri kasr bu bizga o'zi ko'rinib turibdi. Mana shu yerdan 14/45 va 7/23. 14/45 va 7/123. Endi noto'g'ri kasrlar. Noto'g'ri kasrlar mana bitta, ikkita va 3 ta ekan. 5/3 va 11/6. Undan keyingisi esa 6/5. Bularning mahraji suratidan kichkina. Qiymati 1 ga teng bo'lgan kasrlarni ko'chirib yozing debdi. Qiymati 1 ga teng bo'lgan 7/7 va 3/3. Bular ikkalasi ham 7 ni 7 ga bo'lsak ham 1, 3 ni 3 ga bo'lsak ham 1 ga teng. Endi 5. Bo'lish qanday turlicha yozilishini eslang. Biz ko'rgandik, bilamiz, kasr chiziq ham bu bo'lish. Bu kasrlar qanday natural songa teng? Demak, birinchisini ko'rib o'tamiz. 18/2, 18 ni 2 ga bo'lsak 9 ga teng. 35/5, 35 ni 5 ga bo'lsak 7 ga teng. Endi 147/7 esa 14 ichiga 2 ta 21 ga teng. 26/13 esa 2 ga teng. Men bu yerdan yozaman. 51/3 esa 17 ga teng.
255 taqsim 5 esa buni bo'lib ko'rsak 25 ichiga 5 da 51 ga teng va mana bu 90 ga tengda. 630 taqsim 7 90 ga teng. Mana shunday qilib demak 6-misolga keldik. Hisoblang, savdo markazi, aeroport va vokzallardagi ovqatlanish shoxobchalari qanday ataladi? Buning uchun biz misollarni amallar tartibi bo'yicha yechib, javoblarni joylashtirib ketishimiz kerak. Demak, birinchi ish bizda birinchi qavsda ichi 2 bu, 3 bu. Endi bir boshdan kelamiz. Qavslar tugadi. 4 bu bo'lish bo'ladi, 5 bu ko'paytirish, 6 bunisi ko'paytirish, 7 va nihoyat qo'shish bo'ladi. Birinchi ish bo'yicha 137 qo'shilgan 163 bu bizaga 300 ga teng. 300 F ekan. F'ni qo'ydik. Ikkinchi ish bo'yicha 7740 bo'lingan 90. 0 bilan 0 qisqarib 9 ga bo'lsak 77 ni ichiga 8 ta bor va 72 bo'ladi. 54 ichiga esa 6 ta bor. 86 ga teng. Bu javob U ekan. Uchinchi ish. Ayirish 86 ayrilgan 39. Bu kelib chiqadi bizaga 47. Bu D. To'rtinchi ish esa bo'lish. Birinchi bo'lib chiqqanni 300 ga bo'lamiz. 32400 bo'lingan. Birinchi qavsda ichi 300 chiqqan bo'lsa 300 0 ketadi. 3 ni ichiga bitta, 2 ni ichiga yo'q. 24 ni ichiga 8, 108 ekan. 108 K ekan. 5-chi ish. Ko'paytirish 108 ko'paytirilgan 14. Shu mana bu yoqdan yozay. 5-chi ish deb ustuncha qilib. Demak, 108 ko'paytirilgan 14. 32 ning ikkisi 3 va 4 qo'shilgan 0. O'rni 0 ni qo'yamiz. 8 0 1. Buni qo'shsak 2 bu 11 da 1, bu birdalarga bilan 5 1512 ekan. Bu javob bizaga O. Endi 6-chi ish 305 ko'paytirilgan. 3-chi ishning javobi bizga 47 chiqqandi. 47 ga ko'paytiramiz. 35 da 5 3 va 21 qo'shilgan. Bu endi 40 bilan ko'payibdi uchun 0 ni bera tushirib qo'yaman. 20 ni 0 12 qo'shsam 5 3 3 4 va 1. 14335. Bu R harfi ekan. Va oxirgi 7-chi ishimiz chiqqan ikkita javobni qo'shish. Ya'ni 14335 ga qo'shamiz 1512 ni 7 4 8 5 1 15847. Bu javob bizda T ekan. Bu misolimizning javobi
847 ekan. Food court deb nomlanar ekan. Aeroport yoki vokzallardagi ovqatlanish shoxobchasi. 7. Savdo markazining yuqori qavatidagi maydonchada bir nechta qahvaxona bor. Ularda 64 o'rinli stol mavjud. Stollarning 1/4 qismi to'liq band, yana 1/3 yarim band. 8 ta stolda 3 tadan odam o'tiribdi. Qolgan stollar esa bo'sh. Maydonchadagi bo'sh stollar soni nechta? Unga qancha odam tashrif buyurgan? Demak, biz birinchi qiladigan ishimiz 7-masala. Yechish. Birinchi qiladigan ishimiz stollar 1/4 qismi to'liq band debdi. Demak, 60 ni 1/4 qismini topamiz. Bu uchun 60 bo'lingan 4 ko'paytirilgan 1. Bu bo'ladi 4 ichiga 15 tasi. Endi 15 ta stol to'liq band degani nima? Bu 15 ni ko'paytiramiz 4 dan desa 60 ta o'rindiq bandligini bildiradi. Endi ikkinchi qiladigan ishimiz stollarning yana 3/1 yarim band ekan. Demak, 60 ni bo'lamiz 3 ga, ko'paytiramiz 1 ga, bu 20 chiqadi. Endi 20 ni yarim band desa, demak 4 ni 2 ga bo'lsak 2, 2 tadan borda 40 ta. 40 ta o'rindiq band. Endi 8 ko'paytirilgan 3, bu 24 ta o'rin band ekan. Endi qolgan stollar esa bo'sh. Maydonchadagi bo'sh stollar soni nechta? Shuni topishimiz kerak ekan. Biz oldin maydonchada qancha stol borligini topamiz. Bu uchun 60 ni 4 ga ko'paytirsak, 4 tadan o'rindiq 240 ta o'rindiq bu. Endi bu yerda 240 ta o'rindiq borligini bilamiz. Bizda nechta o'rindiqqa bandligini topishimiz kerak. Birinchisi 60, 20, 40 va 24. 124 nafar kishi kelgan desak bo'ladi. Band. Endi nechta bo'sh stol topishimiz kerak. Bu uchun biza 60 dan ayiramiz 15 ni, chunki 15 tasi to'liq, va ayiramiz 20 ni va ayiramiz 8 ni. 40 dan 15 ni ayirsak 25, 25 dan 8 ayirsak 17 tasi. 17 ta bo'sh stollar bor. Javobga yozamiz bo'sh stollar. Stollar 17 ta. Tashrif buyurgan odamlar tashrif buyurdi. Buyurgan 124 nafar. Mana bu 7-masalamiz edi. Endi 8. 3 ta bir xil stakanga to'ldirib suv quyilgan bo'lib, ularning umumiy massasi 1410 grammni tashkil etadi.
3,5gacha to'ldirilgan stakanlarning suvini massasi esa 1020 gramm. To'ldirilgan bitta stakan necha gramm suv bor? Stakanning massasi qanday debdi. Bu uchun biza demak, masalani yechishda boshlaymiz. Birinchi qiladigan ishimiz mana bu to'lasi bilan yarmini farqini topib olamiz. Bu uchun 1410 dan ayiraman 1020 ni 390 gramm. Bu 3ta stakanning yarmigacha bo'lgan suv bo'lgani uchun bitta stakanning yarmini topish uchun 390 ni bo'laman men. Shunda 3 ga. Shunda yarim stakan suvning bitta stakandagi yarim suv kelib chiqadi. Bu bo'ladi 130 gramm. Bu yarmi bo'lsa 130 grammni 2 ga ko'paytirsam 260 gramm suv. Bu suvni topdik. Endi biz mana bu 3 ta idishda shuncha edi. Bitta idishning to'la gramm kerak bizga, to'lasini. Bu uchun biz 1410 ni bo'lamiz 3 ga. 470 ekan, 470 gramm. Endi biz 470 grammdan ayiramiz 260 grammni. Shunda bizga keladi 210 gramm. Bu stakanning og'irligi. Stakan og'irligi 210 grammga teng. Mana suv 260. Ikkalasini qo'shsak 470 ga teng bo'ladi. Endi 9-chi masala. Kafeda 30 ta turdagi pitsa taklif etilibdi. Ularning bir taqsim 3 qismi achchiq sousli, bir taqsim 6 qismi zaytunli, qolgani esa kolbasa va boshqa mahsulotlardan. Agar Aziza achchiq yoki zaytunni yoqtirmasa, u necha turdagi pitsani tanlashi mumkin? Oldimizga jami 30 taligi aniq ekan. 3 dan 1 qismi achchiq nechtaligini topamiz. Demak, 30 ni 3 ga bo'lib 1 ga ko'paytirsak 10 tasi achchiq. Endi keyingisi 30 tadan zaytunlisi esa 6 ga bo'lib 1 ga ko'paytirsak 1 taqsim 6 qismi 5 ta zaytunli ekan. Qolgani esa kolbasa va boshqa mahsulotlardan ekan. Demak, biza bu ikkalasini qo'shamiz. Jami nechta ekanligi uchun 10 qo'shilgan 5, bu 15. 30 dan 15 ta ayirsak, bu bo'ladi bizga 15 ta. Javobga aytishimiz mumkin. Aziza javobga 15 ta turdagi pitsadan u nechta turdagi pitsadan tanlashi mumkin? 15 ta turdan. 15 ta turdan bittasini tanlaydi. 15 turdan pitsa tanlaydi. Ana endi 10. A to'plamda faqat to'g'ri kasrlar, B to'plamda esa faqat noto'g'ri kasrlarni ko'chirib yozing. A to'plamdan, mana bu A to'plam desak, faqat to'g'ri kasrlarni, B to'plamdan esa faqat noto'g'ri kasrlarni yozishimiz kerak. Demak, A to'plamdagi kasrlar, to'g'ri kasrlar 2 taqsim 3 va 44 taqsim 81
2 taqsim 37 va 5 taqsim 100. To'g'ri kasrlar mahraji suratidan katta edi. Endi B to'plam, mana bunisini B to'plam desak, A to'plam desak, B to'plamda esa B to'plamdan faqat noto'g'ri kasrlarni ko'chirishimiz kerak. Demak, noto'g'ri kasrni biz eslaymiz. Javob mahraji suratidan katta yoki surati mahrajidan katta yoki teng. Demak, 7 taqsim 7 ni biz olsak bo'ladi. 54 taqsim 35 da olsak bo'ladi qoidaga asosan. 16 taqsim 9 va 27 taqsim 19. Ana bular noto'g'ri kasrlar bo'ladi. Bu qoidaga amal qilsak, mana noto'g'ri kasrlar surati mahrajdan katta yoki unga teng bo'lsa, bo'lgan kasr noto'g'ri kasr deb ataladi. Noto'g'ri kasr ko'rinishdagi ifodalasa, qismi 1 dan katta yoki unga teng bo'ladi-da. Endi shu bilan bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, sog' bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting.